xotinim bo'lsang yechvar. Hech kim yechmasin. Kasal tarqaguncha ketman men. Yech ayasi yech. Dadasi qo'shnimiz tutqanoq kasalmi? Yo, yertanoq kasal. Bunaqalar qo'shni yerini, ko'chani, oriq chekkasidagi o'tlar o'zlashtirib mazza qiladi. Yer beringlar menga bir qarichi yer. Yechvar xotin yer. Xotin qo'sh kasali havodan chiqmasin. Yerni sevaman. Qo'shni yer hammamizni qolib ketadi. Meni qoziq. Bundan buyog'isizniki, buyog'i meniki. Gapingiz to'g'ri qo'shni. To'ta kimni to'g'rigan? Kush. Yomg'ir devorgani qarang, qo'shni tabiatda tabiat. Qoziq men bilan birga yuryapti va yo men bitta joyda turibman. Qani tortchi bolam tor. Balki zo'r tandirxona tushadi-da. To'g'ri. Mana mashinaga qo'qamiz. Qo'shni nima qilyapsiz? Ha, mashinadan beton qo'yib, bolalarimga tandirxona bilan oshxona qilib bermoqchiman. Bizlar uyga o'chib kiramizmi? Bu ko'cha-ku. Ko'cha emasmi? To'pikka it o'tadimi? Baqa to'piku. Voy dadasi kichkina estondan yiqilib qo'l oyog'i sinib ketdi. Ye tavba qildim. Birovga 1 gram ziyonim tegmaydi-yu, nima menikida problema arimaydi. Yo'lda qisqanda xudo qisadi degan shu bo'lsa kerak-da. Chop xotin, chop. Bir qator ko'proq katta ekan. Chop. Jumroq qoziq o'xshab ko'ylamanglar uyda o'tirasizlar hozir. Ha, negacha meni yerim. Bekor aytibsiz, ko'zimizni qiri tushgan joygacha bizni yerimiz. Malades ayasi. Bu kasal xotinga ham chiqibdi-ku. Uyda ichida bizlar yashaymiz. Podvolimizgacha kartochka yeganmi deyman bular. Vo mana 1-aprelda Iskandar Berdingiz beyzbol loyihasi 5-blokga sotuvga chiqar ekan. 1, 2, 3 xonali xonadonlarni 25% boshlang'ich to'lov bilan xarid qilsa bo'lar ekan. Ha, masalan 99 million boshlang'ich to'lov to'lab, qolganini 36 ga bo'lib to'lasa bo'ladi. Dadasi mahalla bilan yig'ilib, ana qo'shniga bitta uy beraylik, qutulamiz. Yo, bo'lmaydi. U yerda ham bu yertanab podizga darvoza qurib, qo'shnilar balkondan kirib chiqishga to'g'ri kelmas yana. Qo'shni meni yer onalarini ko'rsa, qalpog'ingizni yechib, otib tushgan joygacha sizga beraman. Rostdanmi? Voydod, onang menga buncha zo'r. Qani, qanot chiqarchi do'ppicham. Raketami? Qo'shni yana kichkina qadam tashlasa maylimi? Sen to'y. Hali! Hop! Dadasi bu qo'shnini ko'zini nima to'ldiradi? Buncha yerga to'ymaslar, ko'zini endi faqat tuproq to'ldiradi.